Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ishimiz Andijon viloyati Bog'shamolda. Bu ishimiz ikkita o'chog'imiz bo'ldi. Qozonimiz 60 talik bilan 40 talik bo'ldi. Bu yerga gaz plita o'zi eski betda bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz, oldin betda o'choqni buzib, boshqatdan qilib berdik. Xo'p, bu yerda gaz plita bo'lgan, bu yerda mo'ykamiz. Bu yerda рабочий stolimiz bor. Bu taylari gradovka hisobida ishlayveradi. Shu holatda tushdi оберсовкali varianti. Bir ko'rib baho beringlar. Inshaalloh tepaga versachilarni qo'ydik, kafellarni bosdik chiroyli qilib. Ponni atido bitirib berdik noldan. Ikkita o'chog'ini buzib, chiroyli qilib bitirib berdik. Xudo xolasa bir sinab beramiz endi asosiy odamlarga keragi, o'choqni ishlashi. Katta qozondan boshlaymiz. Bismillah. Tortish ko'ryapti. O'choqni tortish kerak mana. Uyimiz ham yopiq zona deyiladi. Endi atrofi yopiq. O'ta torlik, katta keng joy emas. Bu yerda havo ham o'zi muammo. Shu joyga moslab berdik. Iloji boricha bunaqa joyga spesializ bo'lgani yaxshi. Chunki bu yerda havo yo'qda. Dim bo'ladi. O'choq tortish qiynaladi. Tortishlari. Yonishni ham olib qo'ying mana. Yonishi ham shu ovoz chiqmadi gurillab.